konti Dubay. Ilohim hammaga nasib qilsin do'stlar. Mana 107 kun deganda men Dubayga, dunyodagi eng katta binoga yetib keldim mana. Eng baland ko'ringlar, dunyodagi eng baland bino. Do'stlar, men hozir shu yerda kechgacha o'sha yerda bo'laman. Bugun 25-sentyabr. Eng qizig'i mana hozir o'zbeklarni ko'rib qoldim bu yerda. Qaydansiz? Farg'onadan. Farg'ona, Qo'qon. Do'stlar, eng qizig'i hozir Dilimiy akamiz ham shu yerda ekan, ko'rishamiz. Kim Dubayda bo'lsa, mana shu atrofda bo'lamiz. Dubayda eng katta bino rasman shu Burj Xalifadamiz. Xullas do'stlar, niyat qilsangiz, sabr qilsangiz, harakat qilsangiz, Allohim sizga hamma narsani berar ekan. Ko'ringlar mana Dubay. Inshaalloh hamma o'zbeklar kelish nasib qilsin. Amin. Hamisha